Assalomu alaykum barchaga. Qadrdonlar, kanalimiz ishtirokchilari, qatnashchilari. Bugun nasib bo'lsa mana 3-darsni boshlayapmiz. Eng asosiy gaplardan boshlash tanmoqda shuni maqsad qilganman. Hozir ham shunday deyman. Shu tanamizni juda yaxshi saqlashimiz kerak. Hammamiz ham buni bilamiz, lekin shunga amal qilmas ekanmiz. Nima demoqchiman? Tana bizlarga bir marta berilgan narsa. Mashinamizni qanday asraymiz, pulga olganmiz deb turing. Mashinani eskirsa boshqa mashinada olsa bo'ladi, xudo bersa. Yoki bir yaxshi ko'rgan kiyimlarini ayniqsa ayollar juda yaxshi asrashadi. Kiyimlarim kir bo'lmasin deb turing, shunday shpanirlarga solib qo'yishadi. Klenkalarga o'rab, lekin shu tanani, gavdani ko'p asrashmaydi. Juda qattiq ishlarni qilishadi, chang ishlarga kirishadi. Chunki o'ylaydi-ku, shu bu tana bepulga kelganda o'ylaydimi yoki tanani topsa bo'ladi deb o'ylaymizmi yoki hammamiz haqimizda gapiraylik. Erkak, ayol hammamiz haqimizda. Tanamiz eng topilmas narsa-ku. Tanamiz mana yil sayin mana yili eskirib boryapti. Xuddi mashinada yili eskirib borgan sayin narxi tushgandan tanani ham yili eskirib boryapti. Birovniki 30 yil bo'ldi, birovniki 20, birovniki 40, birovniki 50, yana ayrimlarga 70, 80, Xudoga shukr. Shunga tanamizni juda yaxshi saqlashimiz kerak ekan. Hamma narsani borida qadriga bor degandek, ota-onani borida qadriga bor deymiz-ku. Ota o'tgandan keyin otam bo'lsa bunday qilaydik, otam bo'lsa bunday qilaydik deymiz. O'zimizda bo'lgan, bo'lyapti ham shu narsa. Xudoga shukr, onamiz bor 80 ga kiradi. Otamiz 75 yoshda o'tgan edi. Qani endi hozir bo'lsa bir boshqacha niyatlarimiz ham bor. O'sha vaqtda ham qo'ldan kelgancha qilganmiz, lekin bu paytdagi hozirgichalik balkim imkoniyatimiz bo'lmagandir. Hozirgacha balkimdir aqlimiz bo'lmagandir, yoshlik qilganmiz, lekin qo'ldan kelgancha qilganmiz bu xizmatni baribir. Deymanki, ana shundaymi? Hamma ota-onani ham, hamma narsani ham borida qadrlash kerak degandan, gavdamizni, tanamizni, ruhimizni shu borida qadrlaylik. Borida tarbiyalab, borida bir yaxshi saqlashimiz kerak. Chunki yaxshi saqlasak gavdamizni ko'p yil xizmat qiladi bu. Ayniqsa gavdasida bir qo'li og'rib qolgan yoki oyog'i ketgan yoki xullas qayerdir ketgan odamlar bo'lsa, ular biladi qadrini. Deydi. Mana bu videomda ko'rayotganlar, hech hamma joyda bo'lganlar aql saqlashimiz kerak. Mana boshqa bir narsa kaltak tegsa biladi degandan, mana o'zimizda, ayni men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam ham, shu sport bilan shug'ullanaylik, qo'ldan kelgancha sog'lom turmush tarziga amal qilaylik. Mana aytdim-ku, oldingi darslarimda ko'rgan bo'lsangizlar, kresloga o'tiradigan ishlarga o'tib qoldik tag'in. Harakat kamayib ketdi, ozroq oyoqda og'riq paydo bo'ldi. Shuni ham shu Xudo deyman, shu bergani ham bejizga emas, hamma narsada bekorga bo'lmaydi deydi-ku. Bir hikmat bor degandan, shu tizza bo'ldi-yu, ko'z yaq etib ochildi desam ishonavering. Tizzani oligisidan keyin avaylab, mana endi bildikki, tizza og'rib qolsa, xullas bel og'rib qolsa yoki bu bir kunda yaxshi bo'ladigan narsa emas. Bunga yillar davomida nima qilish kerak. Shuni shu ahvolda saqlab qolish uchun ham kerak bo'lsa xizmat qilishimiz kerak. Xizmat degani mana shu tanamiz uchun xizmat qilishimiz kerak. Mana shu gimnastika mashqlarimizni qilib borishimiz kerak ekan. To'g'ri ovqatlanib, to'g'ri turmush tarziga o'tib olishimiz shart. Nimaga deganda, mana menga shu oyog'imda tizzamda og'riq bo'lganligini ham shu bir hikmatni bildim. Shuni ham shu bo'lmaganda ko'p e'tibor qilmasdim. Ertagandan zalga boramiz, shunday qilamiz. Kilogrammni mendan ham katta semizlar bor-ku. 200 kiloliklar bor-ku, 150 kiloliklar bor-ku deganman. Masalan, menda ortiqcha vazn, masalan, bo'yim 178-80, vaznim 108 edi. Mana 104 ga tushdi, Xudoga shukr. 4 kilo 103 ga tushdi nasib bo'lsa. 5 kilodan aniqlayapman. Bu juda yaqin vaqtlarda, mana ro'za ham tutyapmiz, lekin ro'za kuni sanatoriyaga borganda tuta olmay qoldik. Shu vaqtda suv ko'p ichdik. Uni ham mana darslarimda, oldingi darslarimda ko'rib borsangizlar, hammasi yozganman, aytganman. Xullas, shu tanani aql shu joyiga keltirib olish kerak. Ana shu tanamizni joyiga keltirib, bo'yi 180 mi,
80 kilogramm. Bo'yi 1.60 mi? 60 kilogramm. Ko'pincha ayollarga demoqchiman yoki 1.70 mi? O'rtacha vazn, o'rtacha bo'y 1.70 ekan. 1.70 mi? O'sha 70 kilogramm vaznda yurish kerak. Aql hech qayerga og'rimaydi desam ishonaman. Yoki og'riq bo'lsa ham uni tuzatish osonroq. Yo'l osonroq bo'ladi-da. Chunki mana shu ortiqcha vaznlar bo'lsa, ketin belga, oyoqqa ketin og'riq paydo bo'lar ekan. Masalan, mana yosh 50 dan oshib boraversa, ana shunga e'tibor qilaylik. Endi hozir hammasi oldingi darslarimizda bor. Qancha kilogramm oshgan bo'lsa, qancha kilogramm yetkazish kerak deganimizda. O'tirib qiladigan mashqlar haqida bugun gap qilmoqchiman. O'tirib mashqlar juda ko'p. Buni tizzasi og'riganlar, oyog'i og'riganlar turib mashq qilsa, o'zi masalan 25 kilo yuk, ziyod yuki bor. 25 kilo qopni ko'tarib yurib tizzaga ham og'irlik qilib qo'ysa, yana battar bo'lishi mumkin. Tizzani ham avaylab, to haligi mushaklar masalan tizza shay deb turaylik, qo'lga tushuntirib turadigan bo'lsam, qo'ldan shay tizza desak, mana bu mushaklar baquvvat bo'lgancha shu o'tirib turib mashqlarni qila olish kerak. Baquvvat bo'lgandan keyin mana bu tizzaga ko'p og'irlik tushmaydi. Minsk shikastlangan bo'lsa ham, unga ham ketin o'zi mana belar yordam beradi o'zi. Unga ko'p og'irlik tushirmaydi. Ana shunga endi bugungi nimamiz o'tirib qiladigan mashqlar haqida. Ketdik. Ana og'aylar o'tirib oldik. O'tirib juda mashqning turlari ko'p. Juda ko'p foydalanadigan mashqlar bor. Bunga bizlarga mana rezenadan foydalansak bo'ladi. O'tirgan holatimizda endi mana o'tirgan holatda birinchi badan tarbiya qilamiz. Hamma doim aytamki, oldingi darslardan ham ko'rgansizlar, badan tarbiya qila olamiz. Keyin boshqasiga o'tamiz. Xo'sh. Tizza bo'lib o'tira olamiz. Men oyog'imda karset bor. Tizza bo'lib o'tirish qiyinroq bo'lyapti. Shuning uchun shunday o'tiramiz endi. Boshdan, hamma vaqtda boshdan boshlaymiz. Burunni aylantirib olamiz. Quloq, qo'llarda har bitta barmoqchalar. Tanamiz bir-biriga bog'liq. Mashinani arzimagan metall kelsa bir tomonga zarar qiladi, bitta yurakka zarar qilgani, hammasi bir-biriga bog'liq. Chunki oyoq og'riganlar sizni yelka urib qolmasin, qo'l og'rimasligi uchun endi bularda albatta nima qilishimiz kerak, avaylashimiz kerak, asrashimiz kerak va bular juda ko'p kerak hali bizlarga. Endi tizzani o'zini bunday qilamiz. Mana ko'rinish qanday? Mana bu yerga o'tiraymi agar? Oldinga, orqaga, oldinga, orqaga. Oldinga, orqaga. Aylantiramiz. Tashqariga qarab aylantiramiz. Sanab aylantirsak ham mayli 10 ta deylik. Ichkariga 10 ta. Men endi tez qilaman, chunki minutni oshib ketmaslik kerak ekanda. Kecha ko'rdim, oshib ketgan chunki ikkinchi darslik YouTube'ga qo'ydim. YouTube'dan ko'ra olasizlar. Albatta mana shunday qilishimiz kerak. Hamma vaqt takrorlayman. Mana shu tizzada o'rtada Minsk bor ekan. Tog'ay to'qimalari ekan, tog'ay. Ana shu faqat mana shunday qilsak oziqa boradi. Chunki suv aylanatib edi, tizzani o'rtasida suv bor ekan, bu yerga qon tomirlari yo'q ekan. Shuning uchun velosiped haydasa ancha oyoqqa yordam bo'ladi. Ana shunday faqat mana shunaqa qilish kerak. Shunaqa qilmasa tizza og'rib qoladi. Xo'p, mana endi bunisini qildik. Endi falsafa desak ham to'g'ri bo'lardi. Shunday nima qilish kerak? Masalan, bironta uyingizdan bir joyga borgancha hisoblang. Mana men masalan uyimizdan qo'shnimizning uyiga borgancha his qilaman, shuncha joygacha men tizilab aylantirib bordim deb o'ylaymiz. Ana keldim. Endi o'g'aylar tizzaga mana shu
mashq qozi qiladiganimiz juda ma'qul mashq. Mana shu ukol oladigan qismlarimizga mana shu joylarimiz juda pishiq bo'lishi kerak. Mana shu joylarimiz pishiq bo'lsa, bel girjalarga ham ancha foydasi tegadi. Girjalar ham tuzalishni boshlaydi. Girjalarga ham taliqlab aytaman. Tizalar ham yaxshi bo'ladi. Aslida girjalarga, girjasi borlarga juda foydasi bor. Agar hozir ko'plar girjam bor deb yuradi, emetidan ko'rgan, ko'chada o'tgan 10 ta odamdan 5 tasida ham girja bor bo'lishi mumkin. Chunki bilmaydi, mashq qilib yuradi, sog'ayib ketaveradi. Voy girja bor bo'lsa, emirtiga tushgandan keyin girjam bor ekan, voy girjam bor ekan deb xayolda bo'lib turib, ana shu girjasi tuzalish qiyin bo'ladi. Girjani yo'q deb hisoblayvering. Ya'ni shu mashqlarga harakat urg'uni bering. Boshqalar ham mana shu birdan-siga og'rigani hadib choppasdan mana shu mashqlarni qilsa yaxshi bo'ladi. Choppasin degani birdan doktorga borib, birdan emirtiga tushsa, mana girjam chiqib qoldi, voh girjam bor ekan deb odam o'zini o'zi keyin haliga qilib qo'yadi, xafa qilib qo'yadi. Ko'ngilda psixologiya shunaqangi xayolda bir chekkasini muzlab yuradi, olib yuradi. Mana endi mana shu mashqimiz juda ma'qul mashq, mana shu girjalarga to'g'ri keladigan mashq mana. Faqat to'g'ri bajarish kerak ekan. Chunki to'g'ri bajarmasa foydasi juda kam bo'ladi. Mana. Mana shunday. Osmonga ko'taramiz. Sanab. Boshida hozir 10 ta qilamiz. 7, 8, 9, 10. Ko'rdingizmi? To'ppa-to'g'ri mana shunday. Har bir tushganda bosh ham ko'tarib, oyoq ham. Faqat to'g'ri bajarib o'rganish kerak. Gavdamiz ham to'g'ri turishi kerak. Endi chap oyoqni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu mashqni men bilardim deganlar bo'ladi. Biladiganlar juda yaxshi, bilmaganlar uchun bu. Endi shunday yotib olamiz. Yaxshi ko'ryapmizlar. Bitta 10 degishimiz kerak. 10 qo'lni ko'tarib, chap oyoqni qaychiq qilamiz mana shunday. 1, 2, ko'ryaptimi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci tamam. Şimdi çap qo'l yuqorida 10 oyoq ko'tariladi. Qaychi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ana shu mashqlar. Yana bitta mashq o'rgatayin. Hali buni rezinada qiladigan juda ko'p mashqlarimiz bor. Ularni keyingi darsga olib qo'yaman. Keyin mana gantillarda ikkita gantillar bor. Gantillarda unaqalar o'rgataman. Chunki bular oyoqqa og'irlik tushmasdan turib, ona bu qorin kamayishi uchun, sog'lom bo'lishi uchun mashq qilishimiz kerak. Kaloriyani yo'qotishimiz kerak. O'tirib qiladigan mashqlar bular. Endi oyna mana shunday turib olamizda. Mana bunday yuramiz mana. Gavda turadi bu yoqqa. Bu ham o'lmoqda. Oldu marta. Dokuz. 10. Mana bo'ldi hozircha. Mana shu mashqlarni har kun takrorlab boramiz albatta. Yana qo'shimcha mashq qilib boramiz. Daftarimda men hozir vaqt kam qolib yozib o'tirmayman. Albatta yozish kerak boyagidan. Bugungi chistoni qo'yamiz. Necha marta o'tirib turish,
necha marta ajrimani qilish aytganman. Kamida 10tadan 3 mahal. Ertalab, kechqurun, obedda. Ertalab, obedda, kechqurun 10tadan o'tirib turish, 10tadan ajrimani. Esdan chiqmasin shu narsa. Albatta juda zarur. Mana ajrimanini hozir qilib qo'yamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O'tirib turish shart. O'tirib turishdi. Aytganimdek takrorlashdan erinmaymiz. Oyoq og'riganlar xuddi o'tirmoqchi bo'lib turaveradi mana shunday. 1 2 3 4 5. Oyoq og'rimaydigan to'liq o'tirib turadi. To'liq o'tirib turish mumkin. Hozir mana shunaqa. 6 7 8 9 10. Bo'pti. Buguncha shu yana davom ettiramiz keyinchalik. Salomat bo'linglar.